Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Xursandbek. Do'stlar, menga bir aloqaga chiqishdi bir bratlar. Bularga usturistvoda ishlaydigan, o'zlari burchatga qilib, shu firmalardan zakaz olib ishlaydigan. Shu bratlar aytayapti, texnika olmoqchimiz, Rossiyada bir bo'limini texnikani maslahat bera olasizmi? deb aloqaga chiqdi menga. Men aytdim, JCB olinglar dedim. JCB normal texnika, sizlarga как раз bularga usturistvoga bo'ladi desam, biroq JCB qimmat ekan, bizlarga bo'limini arzonroq, lekin normal ishlaydigan texnika kerak dedi. Men shunaqa texnika topdim do'stlar. O'zim bilan bir kun ishladim shu texnika. Juda zo'r menga ma'qul bo'ldi. Ishlashlari ham, gidrolika sistemasi ham prosta gap yo'q bu texnikaga. Ham arzon ham do'stlar. Texnika arzon. U bolani mana shu videodagi bola traktor olgan bola где-то 1,5 millionga olgan ekanda mana shu traktorni. Где-то вложение qilgan, 500 ming rubl вложение qilgan, lekin texnika agon. Prosta gap yo'q, texnika ishlashiga gap yo'q lekin. Plavniy orqalari ham cho'tki ishlaydi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Rossiyada birinchi texnika olaman deb bergan bo'lsangizlar, shu birinchi texnikalaringizga zo'r variant ekan. Ko'rib, mazza qilib like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. To'y boshladik. Bugungi atmosferaga qaranglar. Hozir men ekskavatorım va yana bizlarda bitta uchinik mana shu traktorga ishlamoqchi. Bu Fiat Hitachi kabelka deb aytiladigan bu traktor. Ekskavator pog'ochik. Buni motorlarini taxlab, chiroyli qilib kapitalgadan chiqargan. Traktorga gap yo'q lekin. Menga yoqdi bu. Chem kitayskiy ekskavator pog'ochik olganda mana shunaqa olgan yaxshi. Ishlashiga qaranglar, kuchiga qaranglar bu. Texnikani obzor qilib ko'rsataman sizlarga, xudo xolasa. Вообще kuchli texnika ekan. Prosta mana bola uchilikda yaxshi ishlamayapti. Mana texnikaning ko'rinishi. Orqalarida ham luft emas. Texnika 2003-yil texnika. Buzdagi texnika gap yo'q, to'g'ri ishlashi. Zo'r. Ahmadbekina ishlab yurgan deyapti men. Ahmadbek bir shogirdi yomon. Rebo texnikaga ketadi. Oldim o'zi ozgina JCB'ga qaraganda kichkina ekan, qaranglar. JCB'ga baribir katta, JCB baribir bunga qaraganda zo'r. Ahmadbek o'rgatyapti qanday ishlash kerak ekan. Ахмадбек, давай быстренько обзор делаем трактор внутри. Покажи, что надо здесь. А тут тормоза. Ага. Как JCB? Вот скорость. А у Скорость. нас челюсть вот здесь. Челюсть. Покажи Вот. челюсть. Как это? Вот челюсть открывается вот так. Ага. И закрывается вот так. Это красная кнопка что? Не знаю, вот муфта. Это скорость, да? Вперед и назад. Это муфта, да, вот. Сейчас, подожди. Так, это что такое? Это спидометр, да? Показывает, да, это сколько километров ты едешь? Сколько, 35 едет? Нет. Не едет? 35-40. 30-40 едет, да? Это 35. Это аварийка. Авария. Это поставил, да? Прикрутил. Так, ну-ка. Этот пирус, да? Получается. Ага. Все. Это два жестких. Это аутриггер, да? Лапа опускать, да? Лапа, да. Ага. Это ручной газ. Да. А это что такое? Это не знаю. Не знаешь, сам новенький, да? Здесь показывает тафометр. Так. Нормальная техника, это ручник. Да. Печка. Все, отлично. Сиденье поворачивается. Блядь, техника охуительная. Чем китайский, это лучше. Черепаха есть. Ни одной техники. Нет, если показывает это, сколько ты едешь.
Открывается твой, бля, охуенно, все. Штор заводской, да, штор? Блядь, заебись техника. Поднимай это, стрела поднимай. Стрела поднимай. Брат, не трогай, хорошо, я все сделаю, один машину. Подожди. Мы обзор делаем, отойди, мешаешь. Все, закрывай. Капот, открой капот. Не открывается. Не открывается капот. 2003 год. 2003 yıl. Mana Fiat Kabelka traktor. Fiat Hitachi, Fiat Kabelka. İtalya ekan, İtalya. Mana. Texnika gap yo'q do'stlar. Вообще zo'r. Просто огонь. Mana GCB'nikidan qo'yibdi bular, GCB mana. Orqalari texnika kuchi ham normalniy, ishlashi ham zo'r. Keska o'xshaydi ekan lekin, keska. Xuddi kes o'zi. Zapchast topiladigan bo'lsa, traktor o'zi zo'r ekan lekin. Yangi balon qo'ygan. Qo'shalari zo'r. Lekin ekskavator pogruzichlar ichida eng zo'ri GCB. Tan olish kerak, eng zo'ri GCB. Madengizdan kuladi. Hozir bu texnikani ham ishlatib ko'ramiz, полностью. O'zingiz kommentariy yozinglar do'stlar. Bu GCB где-то bu sostoyaniyada 4,5 millionga ketadi Ahmadbekniki. Buni 1,5 millionga olgan traktor. Lekin ikkalasi ham bir vazifani bajaradi. Bu traktorda ham ish qilsa bo'ladi. Lekin GCBda juda komfortli-da. Operator uchun ham bir приятный-da bunda ishlash. Bu ham inomarka hisoblanadi. Bu ham traktorga ham gap yo'q, lekin menga yoqdi lekin bu. 1,5 millionga olib turib ishlatsa bo'ladi bu traktorni ham. Zo'r, zapchasi ham bor deyapti, bilmadim endi. GCB operatorga bog'liqda qanday ishlatish kerak. Oldi kichkina bo'lsa ham Ahmadbek mana shuni oldi katta Rone kolos GCBlar ishini qiladi bunda. Mana shunaqa ishlar qilyapmiz bugun. Qasani ham ishlatishni bilmaydi ekan. Hozir bunga o'rgatib olamiz. Stroy, брат. Смотри. Постой. Смотри, брат. Когда работает, Убери вот так, попробуй. Вот. Ровно, чтобы глаз не менялся. Потом все будет получится у тебя. Не надо копать тебя. Только ровно и сделай вот так ровно, да? Получится потом все. Ага. О, Коша, поставь. О, тяни, ровно тяни теперь. О. Если так научишься, да, 2-3 дня специалист будешь. О, все отлично. Вообще техника вообще gap yo'q ekan. Texnika zo'r ekanlar. Ishlashlari gidravlika shu turi. Raspedillari mana Mostli ham GCB'nikiday pashli buni. İtalyaniki. GCB'larda ham Carrera italyanskiy turibdi. Mala gazda ishlab o'tirishiga qarang, mala gazda. Ahmadbek traktori haqida o'zing fikring ayt mana shu. Testlarda yaxshi, shamol,
Shamollarda yaxshi, to'g'rimi? Kitayskilardan. Kitayskiy shamollardan yaxshi. Yana shamol, yana qaysidir va bu Ha, bulardan yaxshi. bullardan yaxshi lekin. Bul degan texnika emas u. Kuchi bor. Kalkashlar. Yo'q, zo'r ekan texnika. Gap yo'q lekin ay do'stlar, действительно. Teleskop chiqishiga qaranglar. Teleskop zo'r chiqadi ekan buni. Nomodek chiqargan. Ha. Shogird menga xursand ekan. Ha? Sen ekskavatorni birgatishim kerak-da. Yo, menmi? Aka shuna qo'yib qo'ying hozir. Necha minut tortasiz bir kamasni? Qo'y. Kim tortishimi? Baribir menikida ishonmaysan. Qo'ying aka. Bas, sigaret bor-ku, ko'pishkamda qo'yib qo'ymas, sajilgan bosiladi. Mana oddiy sajilgan emas bu. Ha. Bu mayerlar bosilmaydi, mana shuni ko'ryapsizmi? Ha. Pichog'ingiz normal bo'lsa shu. Qanaqa ko'rsatgan? Bunday yoqib beraman aka sigaretni. Ha. Mana qilib, bunday. Bo'ldi, gap yo'q. Sen o'zing jismingni shunday qilib yoqib bersang bo'ldi. Yoqaman, stop o'zing. Bo'ldi. Yo'q. Lifti bor ekanda gidrolikasi miyaqqa ishlaydi ekan, ha. Voshchi miyaqqa o'tirishiga qara. Volvani ko'rsatib ishlaydi ekan. Ha? Volvani ko'rsatib ishlaydi ekan. Volvo BL70. Buni internetdan xarakteristikasini ko'rish kerak-da bu traktorni. Zo'r ekan gidrolikasiga qoyil lekin. Miyaqqa, nagruska bermaydi-ku dvigatelga. Hozir men achiyla qol. Ha. Anoda qarang, sirlashi ham qalin. Ha. Silindrni ko'ryapsizmi? Silindr bunaqa emas. Mana bu silindrni qarang. Ko'rdim. Moshni ekan, ha. Ko'ryapsizmi? Dizellar bunaqa emas. Ishlashi yaxshi, Bular gidrolikasidan o'zi chiqmaydi ekan. Yangida 7,5 yil bo'lsa, Ahmadbek, senga necha o'tachasiz? Ko'rsatmaydi. 20 ming osib ko'rsatadi. Mana o'rganmoqchi bo'lsa, mana shunday usul qilsangiz-da, tez o'rganasizlar-da. O. Ozgina lift bor ekan. Ha, echkisi yo'q, normalniy. Bir ikkita shayba tashlab olish kerak. Ahmadbek motorini ocha olmadik-da buni. Boshqacha motor ekan bu. Meniki emas bu. Ha? Yo'q, boshqa motor ochma qo'y. Salaga baq. Sulaga nima qilyapti? Zo'r bir do'stlar, ishlagan bo'lsangiz, mana shu traktor haqida o'zingiz fikrlaringizni qoldiringlar. Orqasi pilisov ekan, lekin texnikani gidravlika sistemasi kuchi ham zo'r. Kuchiga qaranglar, o'rtadan uryapti bola, o'rtadan. Voy aytdim bo'lmasa tushuntirib, chek. Agarda buni ровный колеса bo'lsa, zo'r texnika ekan lekin. 1,5 million rubllarga plus расход qilgan ekan, balon salon olgan, yangilagan ko'k joyini. Motorni
remont qilib qo'ygan. Texnika zo'r. Gap yo'q. Ahmadbek, xayrlashamiz unda. Texnika haqida o'zing fikrlaringni ayt. Prosta bu bola ishlata olmayapti, texnikaning kuchi zo'r. Shok kontent bo'lyapti lekin. Tuproq bilan qaytib ketdi. Baribir JCB'da ham opit решает, opit решает. Agar do'stlar sizlarga shunaqa texnika obzorlari, shunaqa texnika ishlab turgan jarayonlari qiziq qoladigan bo'lsa, bunaqa vaziyat menda har kuni bo'ladi kerak bo'lsa. Chiqarib sizlarga ko'rsatib turaman. Texnika olaman degan odamlar bo'lsa, mana shu texnikani maslahat beraveraman. Texnika zo'r ekan. O'zbekistonda bir shunaqa texnikadan bo'lsa olaman deb yurgan bo'lsa, bemalol olavering. Texnika zo'r. Endi sostanasiyaga qarab olish kerak-da, bu sostanasi yaxshiroq ekan lekin. Mayli Ahmadbek, xayr. Hammaga omad. Sizlarga omad. Men 3 soatda qozgan narsani hali ham ko'p olmadingiz-a? To'ldi martayapsiz-da. Davay do'stlar, hammaga xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar.